Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Siz Shoha kanalidasiz, Shoha Gamer kanalidasiz. Bugungi videoda anda qandaydir bir bankada yashab qolishimiz kerak. Albatta bu video qiziq bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu menga juda ham muhim, sababi 95% men shuncha odam obunasiz ko'ryapti. Pashta hech kim ko'rmay, hech kim obunasiz ko'ryapti emas. Shuncha qilgan mehnatimiz uchun obuna bo'lib qo'ying endi. Evaska, mayli endi. Altinchi men bitta zo'r mod yukladim. O'zbek tilini tarjima qilib beradigan mod. Agar sizga kerak bo'lsa, shu video ostida bo'ladi bu mod. Xullas shunaqa. Bu modni ham tashlab qo'yaman. Nima degan, lekin bular o'zbekcha yozilmabdi. Bu men qanaqaligini bilaman, hamma bu kitoblarni. What the hell, men buni aytdim. Hop. Bilmayman nimaligini. Hamma qanday shaqti bor ekan. Urg'unchilik ovoz qildi. Bu bitta ko'mir shunaqalar bormi? Mayli. Unda do'stlar biz video boshlab yubordik. Bu video men o'ylagandan ko'ra qiziqroq, men yoqtirgan karta. Orzu qilardim, mayli. To'xtab turinglar. Bo'ldi. Men bitta sensor qo'yish uchun bitta mod qo'ydim. Ayo, o'xshamabdi. Mayli. Boy daraxtdan cho'poramiz, chalg'iymiz ishdan. Chalg'ib ketdim. Mayli, davay, tezroq. Keyingi bu qismda, ikkinchi qismda xohlasanglar, ikkinchi qismda shu 100 ta likedan keyin chiqaraman do'stlar. 100 ta likedan keyin. Mana qolib olay. Yetadi. 100 ta likedan keyin ikkinchi qism va ikkinchi qismda men rohat do'stim bilan o'ynayman. Okey, buni qo'yamiz. To'xtalamonni yaratamiz. Yaratamiz deb yasaymiz. Mayli, mana uni qo'lga olamiz. Ozgina to'shqan qo'yamiz. Bu yerga yasab qolishimiz kerak. Yashab qolishimiz kerak. Men bolalarda o'zimdan o'zimdan bo'ldi mayli. Bu daraxtlarning hammasini chopamiz do'stlar. Hammasini bitta qo'ymayman. To'g'ri turinglar, chopgandan keyin xabar beraman, chunki meni zerikib ketasiz, men zerikib ketasiz. O'zi juda ham ko'p daraxt ekan, har metrda to'lib yotibdi. 40-50 bitta daraxt bo'ldi. Ammo nega salam do'stlar, aytgancha biz kelasi videoda u yoqqa borib ko'ramiz. Balki hozir boramiz. Ketdik do'stlar, hozir boramiz. Nega farqi yo'q deydi. Hozir mana taxtamiz bir sakka qo'yaylik. To'xtinglar. Hozir toshqol bo'lish kerak. Bitta go'shtli. Toshlarni qo'lga oldik. Qandaydir o'zimcha ovoz bo'tmi temir. Yaxshi. Ashtroras birinchi bor mana. To'xtang. Hop. Taxta to'xtanglar bor bizda. Yana solamiz. Bu har ehtimolga qarshi bu. Buni fakel yasab olamiz hozir. Mana qolganini yo'qlaylik. Chiqari. Yaxshisi ko'rmayapti. Qorong'u o'zim shunday. What the hell, men bir joyni qilgan. Shisha. Nima, bankani ham ko'rdim. Zo'r ekan. Qanday o'g'inchilar ovoz qotmi, nima bo'ldi? Spanner bormi nima? Spanner bormi qatdandir? Hayda, spanner bor o'xshaydi, mayli. Temir qo'lga olish kerak. Bunu bitti kutunum neler?
Şurada spanner var. Balki kovalarmız pastga. Kim bilir spanner chiqib qolar. Yuch, kising o'zini qoldi. Ну это бедро. Что-то не то. Yo, spanner. Men to'g'ri topgan ekanman. Bu yerda spanner bor ekan. O'lgunchilar spanneri yo'qolaring hali, yo'qol. Hammani o'ldiraman. Oho, namuncha ko'p yerda. Bosh yer ko'p ekan. Oldu bunca. Kimin zorunda oldu? Creeper. Creeper de kullanırız. Bu kullanırız. Spaneri hazırlık. Sındırırız. Ne bu redstone mu? Şöyle redstone kere burada. Sizlik boş kelimiz ketganlar bor. Yo, oltin olma. Yo. Mana buni boylik desa bo'ladi. Men to'g'ri topdim. Spanner bor ekan, rostdan. Endi tepaga chiqish kerak. Taxtalarimizni ishlatamiz. To'xtalarni olib tashlaylik. Kafe? Ne bir yerde oturup sen? Buna olabilir. Keyin ana joyga boramiz. O'sha ovqat bo'ladigan joyda. Qatini yaqinlashib olib ketamiz. Nu hozir ketib tushibdi. Meta sindirganimga men ketdik o'sha yoqqa. Yetmay qolsa nima bo'ladi? Toshlarimiz ko'p. To'xta bizga kelasi narsani tashlab olaylik. Bu redstone kerakmas. Unda nima oldim? Mayli. Sana albatta kerak bo'ladi. Uni bloklarni olish kerak deb hisoblayman. Yo'lda quramiz. Bu to'sir tashlatmaydi. Mayli, tosh topiladi. Oho, juda ham ko'p. Bu yerda nimadir bormi? Tepada qandaydir joy bor ekan. O tepasida unaqa ekan. Idishi nimadir. Yine qo'ymayapti. Osh, bu yoqqa bitta. Do'stlar, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. To'xtaylik, F5 yo'qolib qolibdimi? Obuna bosib qo'yinglar, davay tezda. Bloklar tugadi, hamma mendan muammo emas, menda juda ham ko'p. Kelyapmanmi? Anchadan bitta qurayman, ozgina qolibdi. Boshqa idishlarga keyin tezroq boramiz. Bu ham bo'lsa ikkinchi qismda boramiz. Shu 100 taga bo'lsa boraman. O'sha harduslar hali hardcore ham 100 talikdan keyin chiqaraman. Qaysi biri tez chiqsa o'shani chiqaraman. Lekin esa birdan ish qolsa, men buni bir kun o'zidan chiqaraveraman, vaqtim. O'sha ko'pmas, lekin bo'ladi vaqtim chiqarishga video. Yetkilaymanmi? Yetib mana shishali ko'rinish boshladi. Shunday chaqmoq taqam yondirib yubormasanda keyin o'zim pastga tushib ketsam juda yomon bo'ladi. Ana qo'yib yetib keldim. Voy, endi ovqat muammosi hal bo'ldi. To'xtanglar. Restakdan it ovozi ishtiroti yo'q, it bor ekan. Hammasi boqilganmi? Boqilgan ekan do'stlar. Boqilmagan, bu qizil narsa guruh. Ha. Hozir simonlarni hammasini taxtaga aylantirib olish kerak deb hisoblayman. Bunda.
Ketmon. Oltin ketmon yasaymiz. Nega bilmadim. Chunki samolyotni mana bu gami nima kerak menga? Yana samon bormi? Şu oltin ketmon derisini oldi. Yo, buni qarang. Zumrad, yo, olmos. Kechirasizlar. Yo'qolay. Yo'qol. Turadi, o'lishmasa debsan. Yo'qlayman. Ha. Mayli. Do'stlar, xolos video tugadi. Mana keyingi qismda biz boshqa ishlarga boramiz va men do'stim Rohit bilan o'ynayman. Video yoqtirgan bo'lsa, like va obuna bo'ling. Video like bo'lsa obuna bo'ling. 100 ta like qilgan bu videoning davomi chiqadi. Hayır. 100 ta like yemasanglar mana shu qo'zimni tashlayman. To'xta. Olsa, tashlayman. Bir agar hozir obuna bo'ling, mana shu yerga tashlayman. Like bosinglar. Yo'q, men do'qim yetmayapti. Yaxshi kreativ bor. Hamma do'stlar, xayr, sog' salomat bo'linglar. Yo'q, to'xtanglar. Ketishimizdan oldin men mana bunday narsa qilishim kerak. Men mana shunday narsa qilishim kerak sizlarga. Xayr, sog' salomat bo'linglar. F5 ga ham bilan tashlab qo'yaman.